Assalamu alaikum qarindoshlar, qanday ahvolinglar? Bugun shu Xitoydan tarqalgan vabo tarqab bir yarim yilga yaqin vaqtdan buyon tunji qitim maskani ilib o'tib sirtda velosiped va dengizning bo'yida bu bir yildan ortiq vaqt ichida maska taqmaslikniki qanchalik rohatligini unutilib qolg'ili oz qoldik. Shundoq rohatkan maska taqmay erkin nafaslanib erkin mushtaq alaqa velosipedsa bugun havo shundoq yaxshi chiniqadigan yaxshi bir fursatkan. Shu munosabat bilan velosipedni dengizning bo'yini aylangach shu vabo to'g'risida ozroq so'zlab qo'yay dedim. Yaqinqi shu bir ikki hafta ichida Amerikada shu Xitoydan tarqalgan bu vabo shu koronavirusi to'g'risida alayda talash-tortishlar qaytadan qo'zg'algan bo'lib, bu haqda oldi bilan shu Amerikaniki yuqumli kasalliklar mutaxassisi Dr. Fauci shu virusniki kelib chiqish manbasi to'g'risida parlamentda guvohlik berdi. Buning asosiy sababi ko'pinchimizning xabar olgandagidek bu Wuhandagi bu tajribaxonaga Amerikaniki shu sayya tadqiqot nimasi idorasi, ya'ni NIH degani, ya'ni shu Dr. Fauci'ning boshchiligida alayda tadqiqot mablag' bilan ta'minlab ularni qo'llab kelgan, ya'ni o'tgan yil kelgan vaqtida u mablag' silish to'xtatilgan bo'lib, ko'pincha kishilar shu bu virusniki tadqiqot ishlarida Dr. Fauci'niki nimasi bor deb qaralg'achqa bu haqda Dr. Fauci kongressda, ya'ni Amerikaning parlamentida guvohlik berdi. Tunugun bugun chiqqan xabarlarda qarag'an vaqtida bu vaboniki, ya'ni bu vaboni keltirib chiqargan u virusniki shu Wuhandagi tajribaxonadan chiqqan ehtimollik nihoyatda yuqori degan qarashlar ustunlikni egallagan. Uningdan burun hamda masalan siyosiy odamlar yoki avom xalq bu virus Xitoydan shu Wuhandagi tajribaxonada paydo qilgan degan qarash bo'lsa-mu, lekin bu sohadagi mutaxassislarda u qarashlarni inkor qilib kelganlar biroz ko'p bo'lib, hozir qadar nashrdan qilingan ilmiy maqolalardami ko'pinchasida u virusniki tajribaxonadan chiqqanligini inkor qilib kelgan. Qisman tadqiqot materiallarida shu Wuhanda sun'iy holda yetildirilgan virus deb ba'zi ko'z qarashlarni o'tirib qo'ygan bo'lsa-mu, lekin ilm-fan sohasida bak yuqori ustunlikni egallayolmagan. Bu yil işte xalqaroning Xitoyga ilib qolgan tekshirish natijasida yakun nihoyatda mujmal bo'lib, u tekshirishga borgan mutaxassislarniki bir qismi Xitoy tayyorlab qo'ygan natijalarni e'lon qilib, bu virusniki tajribaxonadan chiqqanligini inkor qilgan bo'lsa, bir qism mutaxassislar bu tekshirishniki hech qanday ahamiyati bo'lmaganligini berib, hech qanday konkret tekshirish ilib bormay, faqatla Xitoy hukumatiniki tayyorlab qo'ygan dokladlarni anglab yenib kelganligini deb o'ziniki bu tekshirishga bo'lgan noroziliklarni o'tirib qo'ygan. Hamda hozir chiqqan xabar qarag'an vaqtida bu Dr. Fauci bu jihatdan Xitoy ta'minlagan isbotlarning yetarli emasligi
o'ziniki virusniki shu Wuhan tadbirkorning chiqqanligidan çok qattiq gumonlanayotganligini o'tirib qo'yib, bu jihatda mustaqil tekshirish elib berishni o'tirib qo'yapti. Endi bu ishning oxiri nega bordi? Agarda shunday bir qaror chiqarilgan vaqtda, ya'ni bu virus Wuhandagi tadbirkorning paydo bo'lgan degan shunday bir qaror chiqqandan keyin Xitoy bu sababdan bedel to'lashga majburlanmadi yo'q. Buni hozircha bilmaymiz. Lekin kim deganda bu xil qarash agar ustunlikni egallasa yoki bu jihatda cho'ng bir ilgirlashlar bo'lsa, Xitoy hukumati xalqaro ig'ir bisimga uchirishi mumkin. Bu bir yaxshi bir xabar hamda men garchi bu xabarga izchil erishib kelgan bo'lsam-mu, hozir qadar haliqi kasbning sirtidagi ba'zi uchurlarni boshqa kasbiy xodimlarning bu vaqtda haliqi gumonliq yoki bo'lmasa shu Wuhan tadbirkordan chiqdi deydiganga oid uchur yo'qdi. Endi bu doktor Putiniki buningdan gumon qilib tekshirish elib berishni tashabbus qilishi meningcha cho'ng bir ilgirlash. Buning natijasida balkim nurg'un tadqiqotchilar bu masalaga qaytadan qiziqib yaqin kelgusida buningga oid ba'zi yangi bayqashlar o'rtaga chiqishi mumkin. Shuning bilan uningki Xitoyga bo'lgan bisimi yuqorilaydi deb qarayman. Hozir endi garchi vaksina chiqib bir qism davlatlarda bu vabo sal kontrol qilishga boshlangan bo'lsa-mu, biroq u davlatlarga elib kelgan chiqim, mayli iqtisodiy jihatdan bo'lsin, mayli va boshqa jihatdan bo'lsin, odam tasavvur qiluvsiz ziyonlar bo'ldi. Hayotidan ayrilganlarmi nihoyat ko'p, yanilar hayotidan ayrilyapti. Meniki umidim, hammalarning umidi bu ish bir jazosiz qolmasa degan umidda, agar shu hozirgi yo'nalish bo'yicha bir tadqiqotlar, izlanishlar, tekshirishlar olib borilsa, pat yaqinda balkim bu masalaga nisbatan texmi yangi bayqashlar o'tirg'i chiqib, xalqaroda alohida ta'sir qo'zg'ashi, anadan keyin Amerika boshchilik bir qism davlatlar bu vaboga oid ba'zi qarorlarni olib, Xitoy hukumatini bu vabo sababidan jazolashi mumkin. Bu xabarlarni ko'rgandan keyin men bugungi mushassa chiqib ayni kelish kursida termashlar bilan bir o'rtoqlashay dedim. Hammalarning diqqat rahmat. Görüşürüz. Aman olun.